ko'rib turganinglarda yo'l o'rtasida stalba bo'lganchi, bu yog'ida turba bor, aylanib o'tib ham bo'lmaydi. Shu sababli men o'zimni jonimni xatarga qo'yib, voyay, men yo'ldan aylanib o'tishga majburman yo'lda. Haydovchilarni ko'ziga yomon ko'rinib, mana yo'ldan yurib ketamiz. Bizada emas ayb. Kamiga yetmaganda o'rtoqlar mana bu yerda chamasi turibdi yo'lni o'rtasida. Bu yerda to'xtash mumkinmi o'zi degan savol tuyuladi menda. Jonimni xatarga qo'yib men hozir mana shu yerdan aylanib o'tsam, kim kafolat beradi mani mashina urib ketmasligiga? O'tyapman. Biram qo'rqinchli. Kechirasizlar, menda ayb yo'q. Hamma mashakada kamaz o'rtaga. Mana bu yerda ham sharoit yo'q. Menga eng yoqqan Toshkentda bunaqa joy nechta bilmadim-u. Piyodalar o'tish joyi, ko'prik. Mana imkon cheklanganlar uchun, ne только faqat biz uchun, kolesga itargan onalar uchun ham juda qulay. Imkon cheklanganlar uchun, piyodalar uchun ana yerda zina qilib qo'ygan. Piyodalar uchun, lekin erinishadi bilmayman. Beparasotlar mana bu yerga musorlar tashlab ketishadimi? Nimaga bunaqasilar? Tozalikka rioya qilsanglar, mana shu yo'ldan o'zinglar yurasizlar, chiroyli turadi. Musor tashlab ketish yaxshimi? Bizda qishloq. Mana shu bizni qishloq, go'zalligimizdan bahramand bo'linglar. Mana o't ustida chiqib bir piknik qilib o'tirsak maza bo'lardi-da, kenayi. Aynananayjatib, ya люблю, oy yondirar ekan bu go'zal tuyg'u. Ikki yuzi qip-qizil alyonechka. Sen menikisan, endi всё точка. O'zim o'rgilay sizlardan. Zinadan chiqsanglar bo'lmaydimi?